Asal qizim, nima bo'ldi? Yoshliging esingga tushib ketdimi jonim qizim? Iye. Voy meni jonim qizimdan ye, meni asal qizimdan ye. Meni erkatoyimdan ye, meni go'zal qizimdan ye. Oho, siz ko'chalar bor ekanda bu asal qizni. Oho. Oho. Oho, ana. Menga berasanmi endi? Endi menga berasanmi? Menmi endi? Men endi katta bola bo'ldim, asal qizim. Bunaqadan yoshdan o'tib ketdim. Ha, nima qiladi buni? Ha? Buni nima qilaman men? Buni men nima qilaman, Soliha? Sen aytdi, menga ko'rsat. Men ko'rsatib ber, nima qilaman? Birrima bu ya, nima qilishingizni o'zingiz bilmaysizmi? Ko'rdingizku nima qilganimni deydigandek gapiryapti-da bu. Uni ko'zlariga qarab turib sezaman-da, bu nima demoqchiligini borki.